Ramazon Sheshen ushbu asarlarida yuzlarcha tarixiy ma'lumotlar keltiradilar. Ulardan biri Salohiddin Ayyubiy franklarning qo'lidan bir qal'alarni taslim qilib olarkan, shoirlar uni shunday maqtadi: ahli salibning hayollarini Ayyub o'g'li parishon etdi. Yangi kelgan kitoblar bilan tanishamiz. Ikkinchi qism. Navbatda tarixiy kitoblar. Ushbu ikkala kitobning muallifi turkiyalik professor doktor tarixchi Ramazon Sheshen. Ustoz Ramazon Sheshen Ayyubiylar davlati, Salohiddin Ayyubiy, Mamluklar davlati va Mamluk sultonlari haqida tadqiqotlar olib borgan, izlanishlar qilgan, eng sara akademik manbalarni o'rganib, o'zlarining asarlarida keltirgan tarixchi hisoblanadilar. Mening va bir qancha ustozlarning nazarida nafaqat Turkiya dunyosida, balki butun dunyoda Salohiddin Ayyubiy haqidagi eng to'g'ri izlanishlarni va eng to'g'ri ma'lumotlarni kitoblarda keltirgan tarixchidirlar. Birinchi asarimiz Ramazon Sheshenning mashhur Salohiddin Ayyubiy va Donemi va Davri nomli kitoblari. Ushbu asar to Imaduddin Zangiy, uning o'g'li Nuriddin Zangiy, undan so'ng Salohiddin Ayyubiy davrini o'z ichiga oladi. Salohiddin Ayyubiyning yetishishi, uning Misrdagi faoliyatlari, Qudusni fath qilinishi va undan keyingi salib yurishlarini to'xtatishi haqida batafsil hikoya qiladi va bu bilan birga Ayyubiylar davlatining ichki tuzilishi, tashqi siyosati va shu bilan birga uning madaniy merosi haqida ham so'z yuritadi. Ikkinchi kitob bo'lsa, birinchi kitobning davomi sifatida Ayyubiylar, ya'ni Salohiddindan Baybarsga qadar Ayyubiylar va Mamluklar davri deb nomlanadi. Ya'ni Salohiddin Ayyubiyning o'limidan keyin uning o'g'illari va merosxo'rlari Ayyubiylar davlati qanday qilib barham topdi, Mamluklar davlati qanday qilib tashkil qilindi, oxirgi Xorazmshoh Sayfiddin Qutuz haqida ma'lumotlar va Sulton Baybars haqida nodir ma'lumotlar, tarixiy ma'lumotlar joy olgan. Ushbu kitoblarni bizga keltirib bergan, sovg'a qilganlar uchun kattakon rahmat. Kutubxonamiz yana tarixiy asarlar bilan boyishda davom etadi.